Amerikaga trak haydayman deb Meksika orqali borganlarga ozgina yomon xabarim bor. Sababi o'zingizlar ko'rib turganingizdek, Trump hamma yoqni buzib tashlayapti, o'zini qonunlarini har kun chiqazyapti va yaqindagina chiqazgan qonuni endi Amerikadan borib trak haydamoqchi bo'lganlarning orzusini ozgina puchqib qo'yapti. Bu nima degani? Yaqindan boshlab non domicile CDL'larini berishi, ular bilan ishlashi deyarli imkonsiz qilib qo'ydi. Shuning uchun ham hozir kimki non domicile, ya'ni Amerikada yashash huquqi bo'lmasdan turib, ya'ni green kartasi yoki u yerda Amerika fuqarosi bo'lmasdan turib, deyarli Amerikada trak haydab bo'lmaydi. Endi Amerikada hali green karta olmagan, fuqaroligini olmagan akalarimiz, ukalarimiz afsuski traklardan tushib, boshqa ish o'tishga yoki bo'lmasa vatanimizga qaytib kelishga to'g'ri keladi. Bu videoni Amerikada yashayotgan yoki Amerikaga shu yo'l orqali ketmoqchi bo'lgan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Amerikada qonunan borganlar, green karti bor, fuqarolik bilan trak haydayotgan okalar ancha pul zo'r topishadi endi bu yog'iga.